nima deysiz Oxunga? Assalomu alaykum. Zo'r, ha, tayyorgarlik zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Shot necha bo'ladi? Shot bugun 3 ga 2 yutamiz biz. Zo'r. Murojaat Nima? shot va bugungi bayram haqida. Bayram zo'r. Yaxshi o'yin ko'rsak bo'ldi. Shot. Otabek. Shot bayram qanaqa bo'ladi? Sal kamtar bo'lib qolaylik. Kamda durang. 2-2 ili barobar. Aha, ili bugungi bayram qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Shotki. Yotki. Davom etamiz. Da. Jahongir. Bugungi bayram shot. Basharam to'g'rilab olay. Farqi yo'q. Portugaliya yutadi-yu, lekin bitta gol ursa O'zbekistonga roziman lekin borib. Shotki. Maylaga? Portugaliyada bitta shans даже yo'q. 100% yutamiz. 100%. 100%. 3-0 bilmayman, 1-0 qancha bo'lsa zo'r. Ronaldo hech narsa qilib bera olmaydi. Ronaldo. Jahongir. Nima? Shot bayram haqida ozgina. Bayram yaxshi bo'lyapti, ovqat ta'mini ko'ramiz. Shot bilmadim, Portugaliya yutadi. Uzr lekin. Bobur. Barobar. Bayram haqida ozgina. Bayram haqida? Ha. O'zbeklar bayrami. Omad tilaymiz o'zbeklarga, komandaga. O'zimizga. Da, конечно, Portugaliya kuchli komanda, no bir-birga umid qilib qolamiz. Da. Xullas, shotki bo'ladi degan umiddaman. Himoyadan. Himoya. Nima bo'ladi? Bayram shot. Portugaliya yutadi. Ha. Shot qanaqa bo'lishi mumkin? O'zbekistonga yutishini umid qilib qolamiz. 2-1 ga. 2-1 O'zbekiston. Necha bo'ladi? Ozgina qoldi. 1 soatdan, yarim soat qoldi, ha? Da. Yosh bola chaqirib ulug' xalq qudrati jo'shurgan zamon olamni mahliyo aylagan diyor. Kim debdi? G'aniyev debdi, G'aniyev. Kim debdi? G'aniyev debdi, G'aniyev. Karim? G'aniyev. Bosni chetga chiqarishdi. Eshtirib beradi. Voy, bilan tomon ketdi o'sha. Bilar, bir-bir o'yinni. Xo'p, hozir bizda birinchi taym tugadi. Endi hozir 3-0. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yo'q. Bilmayman. Bobur fikrlamam nimadir. Fikr yo'q. O'shimi? Yo'q. Zavqin aka. Ikkinchi taym nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Birinchi taymni ko'rdik. Portugaliyaga gol olarkanmiz. 2 gol uramiz. Agar Portugaliya boshqa urmagan taqdirda 2 taga kuchimiz yetadi. Balkim teng olib qo'yamiz. Kamala hozir. Bo'lishi mumkin. Mehmoningiz variantlamoqmi ikkinchi taymga? Yo'q. Qolganda naryoqdan hozirlar suhbat qilib. Kutamiz ikkinchi taym. Yaxshi bo'lib ketsa kerak xudo xohlasa. O'yin tugaganiga o'zi mana 1 soatdan oshdi. Demak, yaxshi o'yin bo'ldi. 5-0 bo'lsa ham menimcha yomon bo'lmadi bu ham. Endi Savremenniy Portugaliya ajoyib o'yin ko'rsatdi. Ochig'i eng qizig'i hali imkoniyat bor ekan. Bugun xudo xohlasa Kolumbiya Kongo bilan o'ynaydi. Kongoni yiriroq hisobda yutish kerak ekan. Biz ham keyin Kongoni yutishimiz kerak. Shunda 3-o'rinlar bilan birgalikda chiqishimiz mumkin ekan. Xullas, omad O'zbekiston. Soat 1:30 ovoz ketgan, hamma baqir-chaqir, hamma narsa ajoyib bo'ldi. Xullas, Germaniyada o'zbeklar yig'ilishi shunaqa ajoyib bo'ladi. Xudo xolasa kelinglar Germaniyaga, kelganinglardan keyin albatta Myunster shahrida birgalikda bayramlarni yana nishonlaymiz. Ko'rishguncha.